Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kundalik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Programmada vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'layotgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunishga tirishimiz. Qaynamsiz diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Amerika Xitoyning 4 axborot organini cheklash tizimligiga kirgizdi. Fransiya Xalqaro radiosining 22-iyundagi xabarida bildirilishicha, Amerika dushanba kuni Xitoyning markaziy televiziya stansiyasi va Xitoy axborot mulozimatini o'z ichiga olgan 4 cho'ng axborot organini chet ellik ziyorat o'maki tizimligiga kirgizib, ularning Amerikadagi tijoratini cheklaydiganligini e'lon qildi. Bildirilishicha, Amerika tarafidan yangidan chet ellik ziyoratchilar qilib bekitilgan Xitoyning 4 axborot organi Xitoy markaziy televiziya stansiyasi, Xitoy axborot mulozimati, Xitoy xalq gazeti va yer shari vaqt gazetini ko'rsatdi ekan. Bu 4 taratqu Amerikada ishlaydigan xizmatchilarning tizimligini Amerikaga topshirishi hamda saqlangan mol-mulkni e'lon qilishi kerak ekan. Undan boshqa bu Xitoy taratqularining ba'zi muxbirlari Amerikadan ayrilishga majbur bo'lishi mumkin ekan. Amerika Davlat ishlari mahkamasining Sharqi Osiyo ishlari yordamchisi, davlat ishlari katibi Stilwell bu haqda to'xtalib, bu bir turkum axborot vositalari Xitoy kommunistlarining kontrolligidagi tashviqot organi. Gerçi Xitoy kommunistlari bu taratqularda xizmat qilmagan bo'lsa-mu, ammo mazkur taratqularning xabar hamda dokumentlarining mazmunini Xitoy kommunistlari atrofliq tahrirlab suzib chiqadi deganlarni bildirdi. Xitoy to'qinishda o'lgan 40 askari haqida tushuncha berishni rad qildi. Hindiston vaqt gazetining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoy Hindiston armiyasining sobiq boshlig'i Gen Singhning Galvan vodisidagi to'qinishda o'lgan 40 necha Xitoy askari haqida tushuncha berishni rad qilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian axborot e'lon qilish yig'inida yana to'qinishda o'lgan 40 necha Xitoy askari haqidagi savolga mening bu to'g'rida e'lon qiladigan uchurim yo'q deb javob berdi. 15-iyun Hindiston bilan Xitoy armiyasi o'rtasida Galvan vodisida yuz bergan to'qinishdan buyon Xitoy taraf talofatga uchragan askarlari haqidagi tafsilotlarni oshkorlashni izchil rad qilib keldi. Rasmiy axborot manbalarida bo'lsa, Xitoy askarlarining talofatga uchraganligi o'tirg'i qo'yilgan. Senga shanba kuni Hindiston Xitoy chegarasidagi tirikishishga baho berib, agar biz 20 askardan ayrilgan bo'lsak, Xitoy 2 haftadan ko'proq askardan ayrildi degan. Yangi Dehlidagi rasmiy manbalarning aytishicha, Hindiston bilan Xitoy dushanba kuni yana bir qatim leytenant general darajalik suhbat o'tkazib, Ladakning sharqidagi ikki taraf o'rtasidagi ziddiyatni pasaytirishning yo'llarini muzokara qilgan. Hindiston bilan Xitoy chegara majrosi uzunligi 348 kilometr uzunlikdagi amaliy kontrol liniyasi bo'lib, Xitoy Arunachal Pradeshni Tibetning janubining bir qismi deb qarab, egilik huquqi da'vosi qildigan bo'lib, Hindiston buningga qarshi chiqib kelmoqda. Liviya Xitoyning qurol-yarog' sinoq maydoniga aylandi. BBC'ning 21-iyundagi xabarida bildirilishicha, Liviya Xitoyning qurol sinoq qiladigan maydoniga aylangan. Liviya ichki urushida oldingi oyning oxirlari Xitoy ishlab chiqargan Peter Saur 2 tipli uchquchisiz aeroplan Turkiyada yasalgan uchquchisiz aeroplanlarni tushirib, havo mudofaasida ustunlikka erishgan. Harbiy kuzatuvchilarning bildirishicha, harbiy uchquchisiz aeroplan 21-asrdagi urush andisini qaytadan shakllantirmoqda. Xitoyda yasalgan uchquchisiz aeroplan Liviya uchquchisiz aeroplani urushida kuchini ko'rsatgan. Liviya ichki urushidagi urush qilayotgan taraflar keng ko'lamda razvedka qilish va urush vazifasini ijro qilish uchun har xil uchquchisiz aeroplanlarni ishlatib, uchquchisiz aeroplanlar bilan qarshi tarafning uchquchisiz aeroplanlariga qarshi urush qilgan. Bu urush insoniyat tarixida tunji qatim uchquchisiz aeroplan urushi deb atalgan. Bu urushda ayrim holda Xitoy va Turkiya yasagan uchquchisiz aeroplan kishini andishiga solgan. Turkiya Liviya ichki urushiga bevosita aralashib, ko'plab askar avatkashga Turkiya dengiz armiyasi boshqariladigan bomba bilan bevosita hujum qilib, Xitoyda yasalgan ko'p xil uchquchisiz aeroplanni etib tushirgan. Quruqlikdagi jang maydoni vaziyati ko'rinarli o'zgargan. Ma'lum bo'lishicha, urushayotgan partiyalar va ularning orqasidagi kuchlar texmo ko'p qurol va odam kuchiga mablag' solgan. Liviya Afrikadagi neft va tabiiy boyliqlari eng mo'l davlat bo'lib, Qazzofi qazo qilgandan keyin ikkiga bo'lingan. Urushayotgan bir tarafning rahbari Qazzofining sobiq shtab boshlig'i bo'lib, keyin u Qazzofining Liviya generali Tatarga qarshi chiqqan. Uning qo'l ostida sobiq Liviya hukumatining muntizam askarlari bor bo'lib, bu partiya Milliy armiya deb ataladi.
uni Rossiya, Fransiya, Misr, Iordaniya, Arab Birlashma Xalifaligi va boshqa davlatlar qo'llaydi. Ma'lum bo'lishicha, Xitoyda ishlangan Peter Saur 2 tiplik kuzatish uchquchisiz aeroplani Arab Birlashma Xalifaligi armiyasi tomonidan setib olingan. Keyin u general Haftar armiyasiga topshirib berilgan. Liviya ichki urushidagi yana bir taraf Liviya Milliy ittifoqlik hukumati bo'lib, uni Turkiya, Qatar, Italiya va boshqa davlatlar qo'llaydi. Bu hukumatga Liviyadagi boy oiladan chiqqan bosh ministr Saraj rahbarlik qiladi. Bu taraf asosliqi Turkiyaning harbiy qo'llashiga tayindi. Kishilik huquq organlari Shveysariyaning UBS bankisi ustidan ariz sundi. Sharq Turkistondagi jazo lagerlari bilan munosabati bo'lgan Xitoyning Hikvision shirkatining paychaklarini saqlab berayotgan Shveysariyaning UBS bankisi ustidan ariz qilindi. Kishilik huquq tashkilotlari yaqinda dunyodagi eng mashhur banklardan hisoblanadigan UBS ustidan Shveysariya federativ hukumatiga ariz sundi. Arizda mazkur bankining Uyg'urlarni nazorat qilayotgan va jazo lagerlariga ishlatilayotgan kuzatish apparatlarini yasab chiqqan Xitoyning Hikvision shirkatining mablag'ini saqlab berish orqali kishilik huquq prinsiplariga xiloflik qilganligi ilgari surildi. Shveysariyaning UBS bankisi 959 milliard dollar mablag'i 66 mingdan ortiq xizmatchisi bo'lgan dunyodagi eng chong bankidir. Markazi Shveysariyaning Zurich shahriga joylashgan bu banka 1872-yili dunyodagi 30 dan ortiq eng chong banklarning birlashishi bilan qurilgan. Turli qurilish turlariga mablag' selish, pay qo'shish va boylarning mablag'larini saqlab berishda dunyo bo'yicha oldingi o'rinda turadi. Shveysariyaning Belik televiziya kanalining 21-iyun e'lon qilgan Federativ hukumat UBSning mablag'ini tekshirishi kerak nomli xabarda bayon qilinishicha, bir qism kishilik huquq organlari bu bankini Xitoyning Hikvision shirkatiga pay qo'shganligi va Hikvision shirkatining paychaklarini saqlab berganligini ayblab, Federativ hukumatdan UBS bankisi ustidan jiddiy tekshirish elib berishni talab qilgan. Ammo xabarda Markaziy Shveysariyadagi tahdid ostidagi xalqlar tashkilotidan boshqa bu ariz sunishga qatnashgan boshqa kishilik huquq organlarining nomi tilga ilinmagan. Pompeo Yevropaning erkinlik bilan zo'migarlik o'ttirsidagi tanlashga duch kelganligini bildirdi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo bu oyning 18 va 19 iyun kunlari Kopenhagenda ochilgan 2020-yillik demokratiya yig'inida qilgan so'zida navbatda Yevropaning Xitoy bilan bo'lgan munosabati masalasida erkinlik bilan zo'migarlik o'ttirsida tanlashga duch kelayotganligini bildirdi. Yevropa davlatlari va Amerika ilgari Xitoyni asta-asta demokratiyalashtirib, dunyo oilasiga qaytirib kelishini nishon qilgan bo'lsa-mu, ochiq tajriba kutganning dal aksiga o'tirg'i chiqqan bo'lib, navbatda Amerika butun dunyoni Xitoyning har taraflik tahdididan ogohlantirmoqda. Yana bir tarafdan tunugun 22-iyun Amerika Tashqi ishlar ministrligining Twitter hisobida e'lon qilingan bir uchurda, garchi Xitoy Kommunist partiyasi texnikangizni tinch ishiltish bilan cheklanganligi to'g'risida kafolat bergan taqdirdami, shuni bilishingiz kerakki, Amerikaning davlat bexatarligiga g'oyat zo'r xatar bor degan so'zlarga o'rin berilib, Xitoyning qat'iy ishonchsiz ekanligi ta'kidlandi. İstanbul'da futbol cho'lpini Sufyan Fig'oliga rahmat nomli musobaqa o'tkazildi. 22-iyun İstanbul'da Galatasaray cho'lpini aljeriyalik Sufyan Fig'olining Sharq Turkiston xalqini qo'llaganligiga Sharq Turkiston xalqining rahmatini bildirish uchun Sufyan Fig'oliga rahmat nomli top musobaqasi o'tkazildi. Musobaqani Sharq Turkiston tantarbiya va taraqqiyot jamiyati tashkillagan bo'lib, musobaqaga Ayna komandasi va Uyg'ur futbol klubining a'zolari qatnashdi. Musobaqa qizg'in kayfiyat, jo'shqin ruh hamda do'stona kayfiyat ichida o'tkazildi. Musobaqa qattiq issiqda o'tkazilishiga qaramay, ikki taraf komanda a'zolari to'liq qatnashdi. Musobaqa davomida rahmat sana qahramon Sufyan Fig'oli degandek shuarlar yangradi. Sufyan Fig'oli aljeriyalik kasbiy futbolchi bo'lib, 2017-yili 4 million 500 ming yevroluk to'xtam bilan Galatasarayga qo'shilgan. Sufyan Fig'oli 18-iyun kechda o'zining rasmiy Twitter hisoboti orqali qari tanliklarning hayoti muhim degan shuari bilan birlikda Uyg'urlarning hayoti muhim degan uchurni yo'llab, eng ichinishli ahvolda qolgan Sharq Turkiston xalqining tarafida turadiganligini e'lon qilgan edi. Sufyan Fig'oli Mas'ud O'zilga o'xshash dunyoviy futbol cho'lponlarining sepiga qo'shilib, Xitoyning Sharq Turkiston xalqiga qaratilgan bostirish qilmishlarini kun tartibga elib keldi. Ghebreyesus virus haqida jiddiy ogohlantirish e'lon qildi.
Dünya Səhiyyə Təşkilatı tünügün dünya miqyasida rekord dərəcəlik eşiş bilan 183 mingdan ortiq kishida virus bayqalganligini va virusning yanada ajallik ekanligini e'lon qildi. Dünya Səhiyyə Təşkilatı baş direktori Tedros Adhanom Ghebreyesus tashkilotning Jenevadagi markaziy ishxonasida sin orqali axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, biz har kuni degudek qo'rqinchli va yangi rekord darajalik eshishga duch kelmoqdamiz dedi. Ghebreyesus Dünya Səhiyyə Təşkilatıga tünügün 183 mingdan ortiq Xitoy virusining doklad qilinganligini tushuntirib, buning bir kunda xotirlangan eng ko'p dilo ekanligini ta'kidladi. Ghebreyesus Dünya Səhiyyə Təşkilatıga 8 milyon 800 mingdan ortiq bemor va 465 mingdan ortiq Xitoy virusi tufayli qazo qilganlar sonining doklad qilinganligini ta'kidlab, ba'zi davlatlarda dilo va qazo qilganlar soni tez sur'atda oshmoqda dedi. Ghebreyesus har qaysi davlatlarning virusni natijali kontrol qilgandan keyin cheklamalarni bekor qilganligini va iqtisodni qaytadan jonlantirganligini eskartib, ammo buning bilan birga mazkur davlatlarda yuqumlanuvchilar sonining qaytadan ko'payganligini ogohlantirdi. Ghebreyesus yana mundaq dedi: "Barliq davlatlar o'z xalqini qo'g'dash bilan ijtimoiy va iqtisodiy ziyonni eng tuvan chekka tushirish o'rtasida sezgur bir tangpungliqqa duch kelmoqda. Bu hayot va iqtisodiy turmush o'rtasidagi bir tanlash emas. Davlatlar har ikkisini birli vaqtda qila oladi." Yaqinqi kunlarda ba'zi mutaxassislarning virus kuchini yo'qotdi degan bayonotlari va yuqumlanish nisbatining rekord darajalik eshishiga qaramasdan o'lim nisbatidagi tovanlashni nimaga bog'lab tushundirdi degan savolga Dünya Səhiyyə Təşkilatıning Xitoy virusiga qarshi kurash atriti boshlig'i Maria Van Kerkhov javob berdi. Kerkhov virusda o'zgarish bo'lgan yoki bo'lmaganligini mutaxassislarning tadqiq qilayotganligini aytdi. Xitoyda xalqaroning shuncha qattiq noroziliklarga pisand qilmasdan it go'shi festivali yana boshlandi. Xitoyning har qaysi joylaridan savdogarlar Yulin shahridagi go'sht bozorida it va mushuk go'shti setish uchun sal bo'lib oqmoqda. Virus yuqumi tunji qatim o'tirg'a chiqqan Xitoyda 10 kun davomlashadigan it go'shti festivalining shuncha qattiq noroziliklarga pisand qilmasdan yana boshlanganligi diqqat tortmoqda. Sky News'ning xabar qilishicha, garchi Xitoyda virus yuqumiga qarshi tadbirlar doirasida itlarning poda hayvonotlar salohiyati amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, Guangxi o'lkasiga qarashli Yulin shahrida tunugun boshlangan talash tortishliq lichi va it go'shti festivalida minglagan it bo'g'izlanib bozorga selinmoqda. Hayvonotlarning haq-huquqini qo'g'duvchi xalqaro madaniy jamiyatining Xitoy mutaxassisi Peter Li it go'shtining yangi kasalliklarni keltirib chiqaradiganligi va kishilarning salomatligi uchun xatarlik ekanligi haqida maxsus ogohlantirish e'lon qildi. Peter Li yaqinqi yillarda ko'rilgan yuqumning o'xshamagan immunit sistemasiga ega hayvonlardan kelib chiqqanligini ta'kidlab, it go'shtining yangi turidagi yuqumlarni paydo qilishda yushurun kuchga ega ekanligini bildirdi. Xitoyning har qaysi joylaridan savdogarlar Yulin shahridagi go'sht bozorida it va mushuk go'shti setish uchun sal bo'lib oqmoqda. Peter Li Xitoyning it go'shti savdosini cheklash uchun maxsus qonun chiqarishga ehtiyojli ekanliklarini qattiq chekiladi. Xitoyda it go'shtining 12 milyon 300 ming dollarlik savdo hajmiga yetganligi diqqat tortmoqda. Xitoy yezi egiligi ministrligi Xitoy virusiga qarshi e'lingan tadbirlar doirasida itlarning dehqonchilik hayvonlari emas, ermak hayvonotlar sifatida qabul qilinganligini e'lon qilgan edi. Liviya hukumati Sisining tahdidlariga javob qaytardi. Liviya Ichki ishlar ministri Fathi Bosh-ag'a Misrning bexatarligiga ziyon yetishni xohlamaydiganliklarini, biroq o'z davlatini mudofaa qilish uchun urush qilishga tayyor ekanliklarini aytdi. Misr prezidenti Abdulfattah Sisining Liviyaga harbiy mudohala qilish tahdidini o'z ichiga olgan bayonotlaridan keyin Liviya Ichki ishlar ministri Fathi Bosh-ag'a ijtimoiy aloqa to'ri Twitter'dagi hisobidan bayonot e'lon qilib, qarindosh Misrning hukmron tabiqasi Liviya xalqi bilan Misrning o'rtaq tarix, e'tiqod va qismatga ega ekanligini unutib qoldi dedi. Fathi Bosh-ag'a yana mundaq dedi: Liviyaliklar Misrning bexatarligiga ziyon yetishini va salgan tahdidini qabul qilmaydi. Chunki bu har ikki davlatga nisbatan bir chiqmas yo'l. Qizil siziqlar Liviyaliklarning qini bilan sezilgan. Liviyaliklar hujum qilishni emas, tinchlikni xohlaydiganlar bilan tinchlik o'rnatishga tayyor. Ular o'z davlatini qo'g'dash uchun urush qilishga tayyor. Bu jarayonda Liviya bosh ministri Faiz As-Sarraj Liviya armiyasiga qarashli Sirta Jufra birlashma harakat bo'limining qo'mondoni
brigada komandiri İbrahim Ahmed Beytulmal bilan ko'rishdi. Liviya hukumatining Facebook betida e'lon qilingan yozim bayonotida Sarraj bilan Beytulmalning Sirta va Jufraga qarata elib berilgan harbiy harakatlar hamda fuqarolarni qo'g'dash tadbirlari haqida muzokaralashganligi bildirildi. Liviya hukumatining bayonotida Misr prezidenti Sisining 21-iyun Liviyaga harbiy aralashish tahdidini o'z ichiga olgan bayonotlariga qarata Liviyaning ichki ishlariga aralashib olganlik va urush e'lon qilganlik deb baho bergan edi. Misr prezidenti Abdulfattah as-Sisi Liviya chegarasiga yaqin havo armiya qismlarini ziyorat qilganda Misr armiyasi ehtiyojli bo'lganda davlat sirtida harbiy vazifa o'taydi degan edi. Sisi yana Misrning Liviyadagi qabilalarni tarbiyalab qurollantirganligini bildirib, Sirta va Jufra qizil siziqimizdir. Liviyani liviyaliklardan boshqa hech kim qo'g'dimaydi. Biz yordam berishga va qo'llashga tayyormiz. Zarur tepilganda chegara ichi yoki sirtida har qanday vazifani o'rindashga tayyorlik qilinglar degan edi. İstanbul Ko'chmanlar idorasi rahbarlaridan bir hay'at Ma'arif jamiyatini ziyorat qildi. 22-iyun İstanbul viloyatlik Ko'chmanlar idorasi mudiri, viloyatlik Ko'chmanlar idorasi boshqarmasining boshlig'i Rajab Batu apandining yetakchiligidagi bir hay'at Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyatini ziyorat qildi. Mehmonlarni Sharq Turkiston Ma'arif va hamkorlik jamiyati raisi, Xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi raisi Hidoyatullo O'g'izxon, Ma'arif jamiyatining muavin raisi Musajon Ar, Ma'arif jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahmon, Sharq Turkiston inson haqlarini kuzatish jamiyatidan Adil Abduqodir qatorliqlar jamiyat ishxonasida kutib oldi. Ziyorat davomida Ko'chmanlar idorasi rahbarlik hay'atiga Turkiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqi duch kelgan ijtimoiy masalalar va xalqimizning Turkiyada uzun muddat turish ruxsati iltimosiga munosabatlik qiyinchiliklari hamda xalqimizning bir qism talablari yetkazildi. Mehmonlar bilan yana xalqimizga munosabatlik orzu-istaklar hamda muhim masalalar muzokara qilindi. Ziyorat oxirida Ko'chmanlar idorasi boshlig'i Rajab Batu apandiga Turkiyada yashayotgan Sharq Turkiston xalqiga ansorlik qilganligiga rahmat aytib, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining davlat geribi tushirilgan plakat hadiya qilindi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shunday qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Allohga topshiramiz. Shunday qilib programma oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.